bizda mana musulmonchilik degan narsa borda, men aktrisa bo'lganimiz bilan baribir bizni musulmon qizimiz. Ertaga u yoqda "Sen mamni nomahram erkakga ushlatib yurgan ekansan" desa, savol javobda "Men aktrisa edim" demaysiz-ku, to'g'rimi? Mana nafas olishi bolajonimizga qaranglar. Qattiq nafasi. Mana apparat ularga tomog'iga nafas yetishiga. Mana tomog'iga apparat ularda mana shu shnankada